mana juda ko'p muammolar bo'ladi. CD'ni surunkali tutilishi degan tashxis bor. Qachon CD'ni surunkali tutilishi deb aytiladi? Uni barcha mutaxassislar, mana urologik mutaxassislar, urologlar uni juda ham yaxshi biladi. Surunkali CD tutilishida ko'proq infravizikal obstruksiya, ya'ni qovuqni pastki qismida bo'lgan to'siqlarning hisobiga, ya'ni ko'p holatlarda prostataning xavfsiz giperplaziyasida surunkali CD tutilishi kuzatilishi mumkin. Lekin buni shuni ham ta'kidlab o'tib ketish kerakki, surunkali CD tutilishi nafaqat prostataning xavfsiz giperplaziyasida, balki nevrologik xastaliklar hisobiga ham surunkali CD tutilishi bo'lishi mumkin. Doimiy endi bunaqa CD tutilishi bo'lganda albattaki birinchi navbatda urologlarning oldiga murojaatga keladi. O'ylaymanki, barcha urologik mutaxassislar, urologlar bu xastalikni birpasda qiyoslab berishga qodirlar. Agar shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, kuzatiladigan bo'lsa, marhamat bizga ham murojaat qilishingiz mumkin. Agrofarm Medical Lux.